Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala Rasulillahi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh subhanahu va taolo qadamlarimizga hasanat yozsin. Yaxshi niyatda o'zini baytiga keldik. Ilohim bu yerdan gunohlarimizdan poklanib, katta ajrlarga ega bo'lib chiqishimizni Alloh nasib etsin. Bugungi suhbatimiz muhtaram jamoat, do'st tanlashda adashmaylik degan mavzuda bo'ladi inshaalloh. Do'st bu shariatda nihoyatda o'zini o'rni, muhim o'rniga ega bo'lgan shaxs. Har bir musulmonni albatta do'sti bo'lish kerak. Qiyomatlik do'st degan gaplar bo'ladi xalqimiz orasida. Qiyomatlik do'st degani bu qiyomat kuni ham egasiga, oshnasiga, do'stiga asqotadigan, foydasi tegadigan do'st degani. Inson shariatda musulmonchilikda yashar ekan, albatta do'stni ham ana shu qiyomatligini topishni bilish kerak. Qaysi bir do'st qiyomatda oshnasiga, do'stiga asqatadi, jannatga yetaklaydi yoki do'zaxdan to'sadi. Qaysidir bir do'stlar bo'ladi, o'zi bilan birga do'stlarini do'zaxga olib ketadigan do'stlar ham bo'ladi. Musulmon kishi zakiy bo'lish kerak, o'shani farqiga boradigan bo'lish kerak. Buni ham o'ziga yarasha demak ilmi bor. Bugun shu haqda gaplashamiz inshaalloh. Yoshlar do'st tanlashni bilmasa, kattalarimiz buni bilish kerak. Farzandlarimiz kim bilan birga yuribdi, kim bilan oshna bo'lyapti, shunga biz diqqatli, e'tiborli bo'lishimiz kerak. Chunki mana shu farzandlarimizni yaxshi odam bilan birga yurgan bo'lsa, yaxshilikka, yomon odam bilan birga yurgan bo'lsa, yomonlikka ketib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin deganlar. Har bir musulmonga hayotida kerak bo'ladigan ilmni istash, o'rganish farz. Demak, farzand katta qilyapmiz, farzand tarbiya qilyapmiz, oila boqyapmiz. Ularni qanday odamlar bilan do'st bo'lish kerak-u, qanday odamlardan yiroq yurish kerak, buni biz bilishimiz kerak. Bu ham bizning hayotimizdagi bitta ilm. Bugun Xudo xolasa inshaalloh mana shu mavzuda suhbat qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu deganlar. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Har biringiz kim bilan do'st bo'layotganiga e'tiborli bo'lsin deganlar. Bu Rasulimiz alayhisolatu vassalomdan aytilayotgan hadisda juda katta ma'no bor. Kishi do'stining dinida bo'ladi degani, bir inson bilan do'st tutinib, birga yursa, birga ishlasa, oshna og'ayni bo'lsa, sirdosh bo'ladigan bo'lsa, din va diyonatda ular bir-biriga o'xshaydigan bo'ladi. O'sha ikkovini ichki olami bir-biriga mos keladi. Chunki insonning e'tiqodi, dunyo qarashi, ichki olami bir-biriga mos bo'lmasa, ular hech qachon bir-biri bilan oshna bo'la olmaydi. Inson gapi bir joydan chiqadi, fikri bir joydan chiqadi, bir-birini ma'qullaydi, o'shanda keyin ular oshna bo'lishi mumkin. Bo'lmasam maktabda birga o'qisin, bitta oilada katta bo'lsin, dunyo qarashi ikki xil bo'ladigan bo'lsa, ular bir-biri bilan oshna bo'la olmaydi. Rasulimiz alayhisolatu vassalom aytayaptilarki, kishi o'zining oshnasini, do'stini dinida bo'ladi. Demak, do'stlikda insonni xulqi, atvori, amali, taqvosi yoki isyoni bir-biriga ta'sir qiladi. Agar bizning oshnamiz Xudodan qo'rqadigan, halol haromni farqiga boradigan inson bo'lsa, biz noto'g'ri yo'lga yurgan vaqtimizda u bizga yo'l ko'rsatadi, nasihat qiladi, tanbeh beradi, yo'lga soladi. Lekin Xudoni tanimaydigan, halol haromni farqiga bormaydigan, qimor o'ynaydigan, ichadigan, yomon yo'lga yuradigan odam bilan oshna bo'lib qolsak, o'shani ta'siri bizga o'tishi mumkin. Agar biz unga yaxshi tomondan ta'sir o'tkaza olmasak, unga ta'sir o'tkaza olmasdan, uni ta'siriga tushib qoladigan bo'lsak, uni orqasidan ketib qolamiz. Qancha odamlar bor, yoshligida Qur'on o'qigan, yomon odamlarga oshna bo'lib, katta bo'lgandan keyin namoz ham o'qimay qo'ygan. Yomon yo'llarda yuribdi. Mana shu yoshligida masjidga qatnar edi, Qur'on o'qir edi, masjidda Qur'on o'qib berardi, biz bilamiz, bugun mana shunaqa yo'llarga kirib ketdi deyiladi. Bu nima uchun? Demak, o'sha odamni birga ishlagan yoki birga yurgan oshnasini
orasida yaxshisi kam. Uni ta'siri o'tgan, o'shalarga qo'shilib ketib qo'ygan. Benamoz odam, ikkita benamoz odam bilan oshna bo'lsangiz, siz ham benamoz bo'lib ketasiz. Namozxon odam bilan birga yursangiz, namozxon bo'lib ketasiz. Chunki u namoz doim g'amini yeb turadi. Peshin vaqt bo'ldi. Namozga azon aytdi. Namozni o'qib olaylik deb turadi. Shu ta'sirda biz ham keyin namozga o'rganamiz. Ayni ertaga o'qirmiz, endi bo'pti, endi serialni ko'rib olaylik, futbolni qizil joyi kelib qoldi, to'xtab tur, endi keyin o'qiramiz namozni desa, bora-bora biz ham o'shanga o'xshab namozga beparvo bo'lib ketamiz. O'shaning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom, siz hayotda yashar ekansiz, oshnangiz kim? E'tibor berib qo'ying. Chunki uning dini, diyonati sizga o'tadi, ta'sir qiladi. Din diyonatda mahkam bo'lsa, siz ham mahkam bo'lasiz. Din diyonatda suskash bo'lsa, siz ham suskash bo'lib ketasiz degan ma'noda aytdilar. Yana bir rivoyat keladi bu yerda, Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan gaplari, u kishi aytganlarki, ya'tabirun nasa bi ikhwanihim deganlar. Odamlarni siz kim ekanligini u bilan birga yurgan oshna og'aynilariga qarab turib e'tiborga oling dedi. Xalqimizda bir gap bor, do'stingning kimligini menga aytib ber, men seni kimligini aytib beraman deydi. Xalqimizda shu gap bor. Ya'ni yaxshi odam bilan birga yurgan bo'lsa, demak bu yaxshi odam. Qizimizga sovchisa, kuyov bolani surishtirishni boshlaymiz. Oshnalari kim ekan deymiz. Oshnasi falonchi, pistonchi, kim ximorvoz ekan, yo'q qo'y. Bo'lmaydi. Kim oshnasi falonchi, halol pokiza insonlar bilan oshna bo'lgan bo'lsa, qizimizni qo'may bera olamiz. Oshna og'aynisi yaxshi odamlar ekan. Yaxshi odam bilan yaxshi odam birga yuradi. Bu yerda mana Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytibdilar, siz odamlarni birga yurgan oshnalariga qarab e'tiborga oling. Bu nimani anglatadi? Biz kim bilan birga yurishimiz kerak. Mana shu joyda diqqatli bo'lishimiz kerak. Oshnamiz halol pokiza, birovga ziyoni tegmaydigan, halol haromni farqiga boradigan, birovga iqtisodiy ham, jismoniy ham, ma'naviy ham zarari yetmaydigan odam bo'lsin. O'sha bilan birga yursak, birga o'tirsak, birga ishlasak, hamkor oshna bo'lsak, odamlar biz to'g'rimizda keyin yaxshi baho beradi. Oddiy bir haqiqat, bir masalan men masjidda imomman, lekin samovarda ichadigan odamlar bilan birga o'tirsam, o'zim ichmasam ham namozxonlardan kimdir ko'rsa, men to'g'rimda nima xulosa qiladi? Odamlarni birga o'tirgan odamlarni qaraylar. Biz buni orqasidan namoz o'qib o'tiribmiz deydi. Bu deydi dasturxonda deydi, manaqa odamlar bilan birga o'tiribdi bu deydi. Halolni, haromni farqiga bormaydigan, firibgar odamlar bilan birga gap yeb yurar ekan bu deydi. Sekin meni atrofimdan odamlar qochishni boshlaydi. Bu deydi, ketdi nari masjidga boraveradi, bu betaqvo imom bu deydi. Bu oddiy haqiqat bu. Mana shuni singari Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdi, siz kim bilan ulfat bo'layotganingizga e'tibor bering. Odamlar shularga qarab sizga baho beradi. Demak, o'zimizni ham ulfatlarimizga, o'g'il qizlarimizni ham atrofidagi o'rtoq oshna og'aynilariga e'tiborli bo'laylik. Bolalar katta bo'lyapti, mana maktabni bitirdi, ertaga o'qishga kiradi, ishga kiradi, kim bilan qanaqa joyda birga yuribdi, samovarda, choyxonada birga o'tirgan oshnasi kim, atrofdan bir surishtirib qo'yishimiz kerak. Bu bizni zimmamizdagi mas'uliyatli burchimiz. Chunki biz shunga e'tiborli bo'lib, agar o'g'limiz yaxshi bo'lsa, o'g'lim yaxshi odamlar bilan oshna bo'lsan, shularni mahkam ushagin. Ulardan yomonlik chiqmaydi. Ular bilan birga yursang, senga yomonlik yetmaydi deymiz. Yomon odamlar bilan birga yurgan bo'lsa, o'g'lim shularni almashtir. Yiroqroq yur bulardan. Ertaga shunga sherik bo'lib qolasan deyiladi. Shuni deyishimiz kerak. Bu bizning bo'ynimizdagi majburiyatimiz, otalik, onalik burchimiz bo'ladi farzandlarning oldidagi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir ajoyib go'zal rivoyat kelgan. Bir kishi, u kishi aytadilarki, bir kishi bir kuni bir birodarini ziyorat qilish uchun yo'lga chiqibdi. Oshnasi bor ekan, shu oshnamning holidan xabar olib kelay deb yo'lga chiqibdi. Alloh subhanahu va taolo bir farishtani inson qiyofasida ana shu ziyoratga ketayotgan odamni bir imtihon qilish uchun bir farishtani inson qiyofasida uni oldiga yubordi. Haligi farishta kelib, yo'l bo'lsin birodar, qayerga ketyapsiz desa, shu falon qishloqda bir do'stim bor. Shu do'stimni ziyoratiga ketyapman.
u do'stingiz bilan birga ish qilasizmi, biron bir moddiy bir manfaati bormi, sizga foydasi tegib turadimi debdi haligi farishta desa, haligi odam hech qanaqa manfaati tegmaydi, biz shunchaki Xudo uchun do'stmiz, bir birimizga Xudoni eslatamiz, bir birimizga nasihat qilamiz, yomon yo'lga kirsak qaytaramiz, u yomon yo'lga kirsa men qaytaraman, men xato qilganimda u meni ko'zimni ochadi, biz shunaqa oshnamiz, boshqa hech qanaqa o'rtada rishta yo'q deb. Shunda haligi farishta aytgan ekanki, ey Xudoning bandasi, Alloh subhanahu va taolo meni seni imtihon qilish uchun jo'natgan edi. Mana shu niyating bilan shu Xudo uchun bo'lgan do'stingni ziyoratiga safarga chiqibsan, shu amaling tufayli Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga sazovor bo'lding. Xudo seni yaxshi ko'radi deb haligi odamga shu xushxabarni aytgan ekan. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu mana shu rivoyatni keltiradi. Demak, hayotimizda oshna og'aynilarimizning o'rni nihoyatda muhim. Yaxshi odam bilan oshna bo'lib, ulfat bo'lib, shu yaxshi odamning holidan xabar olganib borsak, shu tufayli ham Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga erishishimiz mumkin. Farishtalarning muhabbatiga erishishimiz mumkin. Bir insonni Alloh yaxshi ko'rsa, u insonni xalq yaxshi ko'radi deydi hikmatda. Bir insonni Xudo yaxshi ko'rsa, xalq o'sha insonga muhabbatli bo'lib qolar ekan. Mana Hazrat rahmatullohi alayh hammamiz tilga olganda Shayx hazratlari Xudo rahmati deb tilga olamiz. Ömrümüzde ko'rishmaganlarimiz ham u kishining nomini hurmat bilan tilga olamiz. Nima uchun Alloh taolo bunday qilib qo'ydi? Chunki u kishini Xudo yaxshi ko'rgan. Xudo yaxshi ko'rmasa, xalqning qalbiga o'sha insonning muhabbati kirmaydi. Biz ham uning o'rnida bo'lishimiz mumkin. Odamlar bizni ham eslaganda yaxshilik bilan eslashi mumkin. Qarindoshimiz, mahalla ko'yda bizni eslaydiganlar bo'ladi. Shunga e'tibor beraylik. Men to'g'rimda odamlarning fikri qanaqa ekan, yaxshimikin, ijobiymikin, salbiymikin? Agar odamlarning fikri biz to'g'rimizda ijobiy bo'lishini istaydigan bo'lsak, bunga erishish o'zimizning qo'limizda. Yaxshi odam bilan ulfat bo'lamiz, yaxshilarga yaqin bo'lamiz, yomonlardan yiroq bo'lamiz. Mana shu tariqa biz inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga erishamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir mashhur hadis keladi. O'sha hadisda Rasululloh 7 xil odam to'g'risida gapiradi. O'sha 7 xil odamni har birini Alloh taolo qiyomat kunida arshning soyasida salqin joyda joy beradi unga. Qiyomatda nihoyatda baland harorat bo'ladi, issiq bo'ladi, qattiq bo'ladi issiq. Shu kunlarda o'tkazyapmiz. Konditsioner, ventilyatorlarimiz bor. Qiyomatda bu bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Lekin arshning soyasi bo'ladi. Bu yerga hamma ham kira olmaydi. 7 xil odamni Rasululloh aytganlar. O'sha 7 xilning ichida bir xili Xudo uchun bir-biri bilan oshna bo'lgan odamlar deydi Rasululloh. Bir ikkita inson bir-birini hurmat qiladi, bir-biriga nisbatan munosabati yaxshi. Nima uchun? Xudo uchun. Ya'ni o'sha inson taqvoli bo'lgani uchun, halol bo'lgani uchun siz uni hurmat qilasiz. U ham sizni hurmat qiladi. Mana shu do'stlik o'zi. Shu do'stlik deganda shu billa maktabda o'qib, samovarda billa gapirish shart emas. Bir-biriga nisbatan munosabati samimiy bo'lsa, bir-birini hurmat qilsa, bir-birini himoya qilsa, orqasidan bir-biriga duo qilib tursa g'oyibona, shu do'stlik. Mana shunaqa odamlarni Alloh taolo ana shu do'stligi uchun arshning soyasidan joy beradi. Namoz o'qigani uchun, roza tutgani uchun, haj qilgani uchun, xayr sadaqat qilgani uchun deyilmayapti. Bir inson bilan fi sabilillah oshna og'ayni bo'lganligi uchun. O'sha oshna og'aynisi taqvoli, Xudodan qo'rqadigan, halol pokiza, jamiyatga, xalqqa naf etadigan inson bo'lsa. O'shanaqa bo'lganligi uchun siz uni do'st tutsangiz o'zingizga, shu amal tufayli Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida arshning soyasidan joy beradi deydilar. Bu juda katta narsa. Bu Allohning juda katta bizga marhamati. Shu arshning soyasidan joy olish uchun og'ir mehnat qilish shart emas, muhtaram jamoat. Atrofimizda birga yurgan odamlarimizga bir e'tibor berib, yaxshisi bo'lsa alhamdulillah deb o'shanaqa yaxshilarni ko'paytirib, yomoni bo'lsa haligi odamni o'zimiz tomonga og'dirib, yaxshilikka qaytarib, qo'limizdan kelmasa qochib, shunaqa yo'l tutsak bo'ldi, shu kifoya ekan. Mana shu yo'l bilan Alloh subhanahu va taoloning rizoligiga
dedi shorar ekanmiz. Mana Allohning qanaqa mehribonligi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Estaizu billah, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Do'stlar qiyomat kunida bir-biriga dushman bo'ladi, lekin taqvodor do'stlar dushman bo'lmaydi, deydi Alloh taolo. Bizi do'stimiz qiyomat kuni yo jannatga olib kiradi, yo do'zaxga olib boradi. Muqaddimada aytib o'tdik buni. Mana shu ma'no shu oyat ichidan kelib chiqyapti. Alloh taolo aytayaptiki, do'stlar qiyomat kunida bir-biriga dushmanga aylanadi. Qanaqa do'st dushmanga aylanadi? Yomon do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Oshna, sen masjidga borarding, jumalarga qatnarding. Biror marta meni jumaga yetalamabsan, nomard deb dushmanlikni boshlaydi qiyomatda. Men shu qimor o'ynayotgan paytimda qimor o'ynama demagan ekansan, sen aytganingda qaytardim oshna, deydi, da'vo qiladi. Kerak bo'lsa ustimizdan Allohga arz qiladi. Ey Rabbim, mana shu oshnam seni mendan yaxshi tanir edi. Shu meni amri ma'ruf nahiy munkar qilganda men qaytib ketgan bo'lar edi. Mana shu odamni ham men bilan birga jazolagin deb arz qiladi kerak bo'lsa. Hadislarda keladi bu. Ular vaholanki bu dunyoda bir-biri bilan qalin do'st bo'lgan. Billa qimor o'ynagan, billa bir joylarga borgan, billa osh yegan, billa dam olgan. Ya qadrdon oshna bo'lishgan o'shalar. Lekin bir-birini qiyomatda do'zaxga tortadi. Lekin deydi Alloh taolo, taqvodorlar unaqa emas deydi. Allohdan qo'rqadiganlarni taqvodor deydi. Xudodan qo'rqadigan inson bir oshnasini yomon ish qilayotganini ko'rsa, darrov mayeri jizillaydi. Oshna, qayoqqa qarab ketyapsan? Ko'zingni och. Kerak bo'lsa so'kadi, qattiq gapiradi oshnasini. Shuna qilib yo'lga soladi. Bor bunaqalar. Oshnalarini, ichadigan, chekadigan oshnalarini shu yo'ldan qaytarib, halol, pokiza, yaxshi insonga aylantirib yuborgan jo'ralar, ulfatlar ko'p. Bular qiyomatda bir-biriga asqotadi. Ular qiyomat kuni ham do'st bo'ladi. Yana bir oyat karimada keladi, qiyomat kunida insonlar yaqinlaridan qochadi. Ota-onasidan qochadi, savobimdan so'rab qolmasin deb. Bola chaqasidan qochadi, mendan yordam so'rab qolmasin. Xotinidan qochadi, xotin eridan qochadi, shu mendan yordam so'rab qolmasin deb. Lekin do'stlar yordam beradi bir-biriga deydi Alloh taolo. Qur'oni Karimda bir oyatda shu mazmun keladi. Xudo uchun do'st bo'lganlar, ey Rabbim, mana shu odam meni seni rizoliging uchun tutingan do'stim edi. Mana shu odamga yordam qilgin, gunohini o'tgin, savobi yetmasa mayli men savobimdan beray, mana shu odamni jannatga kiritgin, gunohidan o'tgin deb do'st qiyomatda asqatar ekan. O'shaning uchun muhtaram jamoat, atrofimizda yurgan odamlarga e'tiborli bo'laylik. Mana shu ma'ruza nihoyatda muhim ma'ruza bo'lyapti. Nihoyatda muhim mavzu tanlangan bu ma'ruzada. Agar har birimiz shu yerda shuni eshitib, amal qilib, atrofimizdagi odamlarni bir qator bir tahlil qilib, analiz qilib qo'yadigan bo'lsak, juda katta ijobiy o'zgarish yuz beradi hayotimizda. Kim bilan birga o'tiribman? O'shalarga e'tibor berib, falonchi, pistonchilardan yiroqroq yurishim kerak ekan. Falonchilarni mahkam ushlashim kerak ekan deb yo'nalish oladigan bo'lsak, hayotimiz yaxshi tomonga o'zgaradi. Qiyomatda arshning soyasidan joy oladigan odamlarning qatoriga qo'shilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida juda katta namunalar bor. Xususan mana shu oshna og'ayni tutunish, do'st tutunish masalasida. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning eng yaqin do'sti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisalom payg'ambar bo'lishidan avval ham Hazrati Abu Bakr bilan qadrdon bo'lgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu umuman yomon ish qilgan emas. O'sha jahiliyat davrida odamlar bir-biriga zulm qilar edi, kuchlilar kuchsizlarni ezar edi. Birovning molini olib qaytarib bermas edi, sutxo'rlik qilar edi. Ichkilik, qimor, bunga o'xshagan narsa avjida edi. Lekin Abu Bakr Siddiq mana shu illatlardan hazar qilardi.
Rasululloh shuning uchun Abu Bakrni o'ziga oshna tutgan. Sirdosh oshnasi bo'lgan. O'shaning uchun ham ular yaqin qadrdon do'st bo'lganligi uchun ham Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga vahiy kelganda birinchi bo'lib siz rostdan payg'ambarsiz deb tasdiqlagan kishi Abu Bakr Siddiq bo'ladi. Mana Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hayotida ham bitta katta dars, saboq, namuna bor. Shunga e'tiborli bo'laylik. Hozir nima ko'p? Namozxon, halol pokiza inson ko'p. To'g'ri, yomoni ham bor. Namozni ham o'qib yomon ish qiladigani ham bor. Lekin birovga haqqidan qo'rqadigan, birovga zulm, yomonlik qilmaydigan, xalqimizdan o'tayotgan luqmani halol haromligiga jiddiy e'tibor beradigan odamlar ham ko'p, alhamdulillah. Jamiyatimiz yaxshi tomonga qarab ketyapti. O'shanaqa odamlarni mahkam ushlaylik. Shu odam bilan ko'proq oshna bo'laylik, ko'proq birga o'tiraylik. Mana shunda inshaalloh biz yaxshi tomonga o'zgaramiz, yaxshiligimiz ziyoda bo'ladi. Alloh saqlasin. Firibgar bo'lsa, birovlar haqidan qo'rqmaydigan bo'lsa, oshnamiz yo nasihat qilaylik yoki undan yirtqich hayvondan qochgandek qochaylik. Yirtqich hayvon nima qiladi? Tishlab odamni joniga qasd qiladi. U ham undan battar. O'shan bilan oshna bo'ladigan bo'lsak, o'shani xulqi bizga o'tmagan taqdirda ham falonchini oshnasi qo'y shuni deydi-da. Falonchi bilan birga yuradi, bu odamdan ehtiyot bo'l deydi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Estaizu billah. Va yawma ya'uddu zolimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Mana shu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo do'stlarni qiyomat kunidagi holatini tasvirlayapti. Qiyomat kunida o'ziga o'zi zulm qilgan, o'ziga o'zi jabr qilib olgan odamlar ikki qo'lini tishlaydi. Ikki qo'lini tishlaydi. Afsus, nadomat qiladi. Aytadiki, "Ey voh, qani men payg'ambarning yo'lini ushlaganimda qani edi? Ey voh, qani edi men falonchini do'st tutmaganimda qani edi?" deydi. Alloh taolo qiyomatdagi bizning holatimizni shu dunyoni o'zida bizga oldindan tasvirlab aytib beryapti. Inson bir narsadan afsus qilganda qo'lini tishlab qoladi. Attang, shu ko'chaga bekor kiribsan. Qiyomatda ham shunaqa bo'ladi deydi. Shunaqa odamlar bor deydi. Bu dunyoda o'ziga o'zi zulm qilib qo'ydi. Nima qilib zulm qildi? Yomon odamni do'st tutib zulm qildi. Betaqvo odam bilan oshna bo'lib o'ziga o'zi zulm qildi. O'ziga o'zi jabr qildi. Bu odam qiyomat kunida qo'lini tishlab, "Eyvoh, qaniydi mana shu odamni oshna tutmaganimda, do'st tutmaganimda, shu odam bilan birga yurmaganimda" deb qoladi. Laqad adallani ani zikri ba'da izjani. Menga Allohning zikri keluvdi. Allohning kitobi, Xudoning shariati, nasihat keluvdi. Lekin o'shani men bilib turgan bo'lsam ham, mana shu odam meni yo'ldan adashtirgan edi. Qani endi men shu odamni do'st tutmaganim deydi, deb qoladi inson qiyomatda deya. Bu mana shunaqa deb qolmang, hushyor bo'ling. O'sha qiyomatga borguncha ko'zingizni shu dunyoda ochib oling degani bu. Shunaqa oshnalar bor, dam olgani billo boradi bizni. Birovga bir firibgarlik qilsa, o'shani maqtanadi. Biz ham uni tasdiqlab, zo'r ish qilibsan deymiz. Mana shunaqa ishlarda biz bilan bo'lishadigan oshnalar bor. Ba'zi oshnalar namoz, ro'za, zakot, haj, ibodatlarni bir-biri bilan bo'lishadi. Yur ketdik jamoatga deydi. Juma namozi yaqinlashib qoldi. Nimaga falon ishni qilding? Bu ish yaxshi emas deb yomonlikdan qaytaradi. Endi biz shu dunyoda boya aytgandek atrofimizdagi odamlarga, oshna og'aynilarimizga e'tibor bermasak, qiyomat kunida mana bu oyatda aytgan
afsus nadomat qiladigan odamlardan bo'lib qolishimiz hech gap emas. Alloh taolo buni bekorga aytayotgani yo'q. Laqad adallani ani zikri ba'da izjani. Menga zikr kelgandan keyin bu odam meni adashtirgan edi. Zikr hammamizga kelgan. Hammamiz musulmonchilikdan xabarimiz bor. Qozonga yaqin yursang qarosi, yomonga yaqin yursang balosi yuqar degan maqol qon-qonimizga singdirilgan. Mana shu maqolda o'zi ham bitta zikr. Mana shu maqol ham shariatdan chiqqan maqol. Qur'ondan, hadisdan chiqqan maqol. Hamma biladi buni. Uyda ota-ona farzandiga tarbiya berayotgan edi. Bola qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi, yomonga yaqin yursang balosi yuqadi. Mana shu oshnangdan uzoq yur deb o'rgatgan. Lekin biz u zikrga quloq solmasdan haligi oshnamizni mahkam ushlaganmiz. U oshnamizni yo'ldan ozdirgan. Qiyomat kuni o'sha oshnamizga dushman bo'lamiz va evoh deb qo'limizni tishlaymiz. Lekin u kech bo'ladi. Kech bo'ladi. Qiyomatdagi afsus, nadomat, tavba, istig'for u foydasiz. Mana shu dunyoda tanamizda ruhimiz bor ekan, shu dunyodagi istig'forimiz, tavbamiz, afsus, nadomatimiz foyda beradi. Oxiratdagisi dushman o'zimizga. Muhtaram jamoat, bu yerda saf masalasiga e'tibor beraylik. Tashqari ko'ryapsizlar, issiq bo'lyapti. Quyosh tafti baland. Shunga sal-sal zich o'tirib, yonimizga soyaga odamlar chaqiraylik. Orqada jinday nima bo'lyapti ekan? Oftobda qolib kelyapti ekan. Bizda ishora qilib, masjid xodimlari shuni iltimos qilyapti. Hazrat Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar. Farzand tarbiyasi qanday bo'ladi deganda, farzand tarbiyasi uni oshna og'aynilariga e'tibor berib, yomonidan qaytarib, yaxshisiga yaqinlashtirish bilan bo'ladi degan ekanlar. Demak, biz farzandlarga tarbiya berayotganda o'g'lim bunday qilgin, to'g'ri yurgin, to'g'ri turgin deyish bilan birga uni atrofidagi birga yurgan oshna og'aynilariga ham e'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Bugun farzandlarimizda mana shu telefon bor. Telefonda oshna og'aynilari bilan turli-tuman o'yinlar o'ynaydi. Ijtimoiy tarmoqda guruh bo'lib o'ynaydigan o'yinlar bor ekan. O'yinlar bor ekan. Men qadam bilaman. Menda ham farzandlar bor. Farzandlar bor. 4 ta farzandim bor. Shuni bittasiga telefon olib bergan edim. O'sha telefonni yaqinda sindirib tashladim. Sindirib pachaqlab tashladim. O'sha litseyda birga o'qiydigan o'rtoqlari bilan shu futbolmi, qanaqadir o'yin o'ynashar ekan. Shuni bilib qolib sindirib tashladim. Ilgari bolalar ko'chada yong'oq o'ynar edi, qo'lamachoq o'ynar edi, bekinmachoq o'ynar edi. Bugun unaqa o'yinlar yo'qib ketdi. 10 yashar farzandingizdan so'rang, 4 darvoza nariyadagi o'ziga o'xshagan 10 yashar bolani tanimaydi maktabda birga o'qimasa. Tanimaydi. Chunki ular hozir telefon o'ynayapti. Oldin ko'chada nari mahallani bolalari bilan yong'oq o'ynar edik, nari mahallani bolalari bilan qo'lamachoq o'ynar edik, tanir edik, bilar edik. Hozirgi bolalar bilmaydi. Mana shu telefon bilan bo'lib ketdi. Mana shu narsasiga ham e'tibor beraylik bolalarni. Chunki mana Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar, bolani tarbiyasi qanday bo'ladi desa, uni oshnasiga e'tibor qilish bilan bo'ladi bolani tarbiyasi dedilar. Tarixda Nuh payg'ambar alayhisalom o'tgan bilamiz. Abul Anbiyo deydi, bu kishi payg'ambarlarning otasi. Bu kishining ko'p o'g'illari bo'lgan, hamma o'g'li payg'ambar bo'lgan, bitta Yom degan o'g'li bo'lgan, shu payg'ambar bo'lmagan. Bu o'g'li kofir bo'lib ketgan. Tarixda tafsirlarda keltiriladi, o'sha o'g'lini payg'ambarlikdan mahrum bo'lishligiga sabab kofirlar bilan oshna bo'lgani deydi. Chunki u kishi ko'chada shu Xudo tanimaydigan, but sanamlarga sig'inib yuradigan odamlar bilan oshna bo'lgan, ulfat bo'lgan. Otasini gapiga quloq solgan emas. O'shaning uchun u kishi o'sha to'fon balosi kelganda suvga g'arq bo'lib o'ladi. Suvga g'arq bo'lib o'ladi. Lekin boshqa o'g'illari hammasi payg'ambar bo'lgan. Demak, farzandlarga mana shu narsasiga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Yoshlar mana o'tiribsizlar, juma ma'ruzalarni eshityapsizlar.
Mana shu mavzuda ota-onalar bu narsa deyotgan bo'lsa, nasihat qilayotgan bo'lsa, bajonidil qabul qilinglar. Ko'p bolalar hozir ota-onani mensimaydi. Bu deydi, ota-onam eski zamonning odami deydi. Men qo'limdagi telefonni ishlatishni ham bilmaydi deydi. Mensimaydi. O'zini bilimli hisoblaydi. Quloq solmaydi. Bu eng katta xatosi shu yerda uni. Shu narsaga e'tibor beringlar yoshlar xususan. Gapiryaptimi otangiz, akangiz, onangiz? Qabul qiling, u sizni foydangizga o'ylab gapiryapti. Ertangi hayotingizni o'ylab gapiryapti. Do'stlikning bir qancha odoblari bor deydi ulamolar. Do'st bu dunyoda ham, u dunyoda ham bir-biriga asqatish kerak. Boshiga yomon ish tushganda xursand bo'lmasdan borib yonida turish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom "Vallohu fi amnil abdi ma kana abdu fi amni akhihi" dedi. Inson o'zini do'stini, birodarini ko'magida, yordamida ehtiyojini chiqaraman deb o'shini tashvishi bilan yursa, Alloh uning tashvishini hal qiladi dedi. Do'st do'stini haqqiga g'oyibona duo qilib turish kerak dedi. Yana bitta odobi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Da'vatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril g'oyb mustajabat." Musulmon odam g'oyibona o'zini bir birodarini, oshnasini haqqiga duo qilsa, o'sha duoni Alloh ijobat qiladi. "Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khayr qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bi mislihi." Ana shu oshnasini haqqiga duo qilayotgan odamni oldida bitta farishta bo'ladi. Nima deb duo qilsa, haligi farishta "Amin. Mana shu oshnangga so'raganingni Xudo senga ham bersin" deb duo qiladi dedilar. Bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Adabul Mufratda ham keltirgan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'stlikni qanaqa bo'lishini bizga o'rgatyapti. Do'st degani billa samovarda osh yeyish degani emas. Dachaga borib dam olish degani emas. Billa qimor o'ynash, billa telefon o'ynash degani emas. Balki bir-birini oxir kunida bir-biriga yarash, bir-birini haqqiga duo qilish, mana shu do'st. Do'st deganda nomahram erkak bilan nomahram ayol do'st bo'lmaydi. Ularda o'rtasida do'stlik bo'lmaydi. Telegramda, internetda birovda xotini bilan do'st bo'lib, salom alik qilib, SMSlashib, rasm jo'natib, juma muborak deb, iymonlashyapmiz deb, bu hammasi shaytonning ishi. Erkak kishi bilan erkak kishi do'st bo'ladi, ayol kishi bilan ayol kishi do'st bo'ladi. Mana shu narsani ham yaxshi bilaylik. Oilalar buzilib ketyapti. Xotini maktabda birga o'qigan oshnasi bilan do'st, telegramlashyapti, yozishyapti, dardlashyapti, sirlashyapti, eri ko'rib qolyapti, hamiyati yo'l qo'ymay qo'yvaryapti. Bu do'stlik degani to'g'ri kelgan odam bilan to'g'ri kelgan odam do'st bo'lib ketaveradi degani emas ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom nomahram ayol bilan nomahram erkak xilvatda yolg'iz qolsa, uchinchisi shayton bo'ladi deydi. Do'st tutdingiz birovni xotini bilan, sizga oldingizda shayton birga turadi. Oilasini buzadi. Uni ham oilasi, buni ham oilasi buziladi. Obro'siga putur yetadi. Alloh subhanahu va taolo aytilgan masalani barchamizga manfaatli qilsin. Yana bir mavzuyimiz bor, muhtaram jamoat. Kuni kecha muhtaram yurtboshimiz tomonidan katta umumiy yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishning maqsadi mahallalarda obod qilish, atrof muhitni pokiza saqlash, ko'kalamzor yashillikka e'tibor berish, saxovat ishlariga e'tiborli bo'lish mavzusida davlat rahbari yig'ilish o'tkazdi. Butun mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Mana shu ishlarni kuchaytiraylik xalq orasida deb. Bunga qarasangiz, bu aslida shar'iy fazilatlar bo'ladi. Shariat ham atrof muhitni pokiza qilishga chaqiradi. Mehr saxovatga, muhtojlik holidan xabar olishga chaqiradi. Daraxt ekishga chaqiradi. Qurimagan daraxtni kesib tashlash makruh. Qiyomat bo'lib qoldi, daraxt ekyapsiz, qiyomat boshlandi. Hali ekayotgan daraxtingizni ekib qo'yib, keyin qoching deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'sha daraxt ko'karib turar ekan, bizga savob keladi. Sadaqai joriya bo'ladi. O'shani soyasida bitta qush o'tirib dam olsa, bizga ajr keladi. Haligini mevasidan bitta qumusda yeb manfaatlansa, bizga savob keladi.
Va bu yig'ilishda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mahallalarda obod qilish, mehr saxovatni kuchaytirish oyligi e'lon qilindi. Mana shu ishda hammamiz endi faol bo'laylik. Bu nihoyatda savobli tashabbus. Bu davlat rahbaridan chiqishi, bu Allohning bizga marhamati bu. Marhamati. Chunki u kishining e'tibori bilan butun yurtda shu ish avj oladi. Aslida bu tashabbus hammamizdan chiqishi kerak. Chunki buni orqasida juda katta ajr bor. Yurtda obodligi bor, ajr savob bor. Mana shu narsaga e'tiborli bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo bir Qur'on oyatda aytadi: "Huwa anshakum minal ardi wasta'marakum fiha." Alloh sizlarni yerdan yaratgan va yerni obod qiluvchi qilgan deydi. Biz mana shu yerni obod qilishimiz kerak. Alloh shu mas'uliyatni bizga yuklagan. Pokizalikka e'tibor berishimiz kerak. Yashillikka e'tibor berishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Iymon bir daraxtga o'xshaydi. Uni rosa katta ko'p shoxlari bor. O'sha shoxlarning bittasi kichkina shox ko'chada odamlarga azor berishi mumkin bo'lgan narsani bartaraf qilish. Bir odam popir chekib yo'lga tashab ketdi. Birov ko'rsa tabixira bo'lishi mumkin. Olib qo'ysangiz, o'sha ko'chani obodligiga hissa qo'shdingiz, bu sizning iymoningizni belgisi. Qalbingizdagi iymon daraxtini ko'karib turganligini belgisi. Ko'chaga bir gul ekib qo'ydingiz yoki bir daraxt ekdingiz yoki quriyotgan noldan tagiga ozgina suv quyib qo'ydingiz. Bu ish sizni qalbingizdagi iymon daraxtini yashayotganligini alomati, muhtaram jamoat. Mana shu narsaga e'tibor beraylik. Musulmon jamiyatlari obod bo'lishi kerak. Lekin afsuski g'ayrimusulmon odamlar yashaydigan joylarda tabiat nihoyatda go'zal. Mana chet elga chiqib kelganlar ko'p yaxshi biladi. Nihoyatda tabiatga e'tiborli bo'lishadi ular, g'ayrimusulmonlar. Masalan, shu Yevropa davlatlari, g'arb davlatlari nihoyatda e'tiborli. Nimaga biz e'tibor bermaymiz? Nimaga biz daraxt kesamiz? Qo'shnimiz ekkan daraxt biz nima uchun suv quymaymiz? Qabristonlarda obod qilish mana bugun hashar bo'ldi bomdoddan keyin. Mana shu ishlarga har kuni e'tiborli bo'laylik. Bomdod namozidan keyin salqinda bir ozginadan suv quyib qo'ysak, yashnab ketadi. Duo qiladi, savob bo'ladi. Qabrdagi odamga o'shani manfaati yetadi. O'zimizga ajri bo'ladi. Alloh taolo barchamizni bu tashabbusda faol bo'lishligimizga o'zi tavfiq bersin.